O yaramas. Tinchlikmi? Men senga darsdan keyin o'g'lim o'qimagin degandim. Xursand bo'lsangiz-chi, o'g'lingiz olimpiadada birinchi o'rinni oldi. Tupurdim. Biznesmen bo'ladi. Darsingni men bilan qildir. Hozir biznes hamkorlik keladi. O'g'lim, bu nima qotdi bitdi? Men oyimga qarashayotgandim. Kelinglar. Мы продолжим Suhbatni rus tilida olib boramiz. Men o'zbekcha gapirsam bo'ladimi? Sir, Hattoki rus tilini bilmas ekan. We don't even walk. Tillarni bilmaydigan hamkorlar bilan ishlamaymiz. Let's go. Ketdik. Excuse me, sir, my father To'g'ri. doesn't know. Meni dadam chet tillarini bilmaydilar, lekin farzandlariga sarmoya qilganlar. Va bu fototrade do'koni O'zbekistonda eng katta do'kondir. Va ular o'z bizneslariga kuch qaratganlar. Sen bu insonni farzandimisan? Yes. Ha, bu meni otam. Right now, Biz siz bilan ishlashga tayyormiz.